11 yil oldin chiqqan ideyadan mana bugun shu ro'yobga chiqibdi. Eski shahar guruhi bilan biz ular bilan ham 2 oycha bu loyihaga tayyorlandik. Bugun выставkamizda 200 tadan ortiq san'at asarlari bor. Har xil yo'nalishda portretlar ham bor, manzaralar ham bor. Даже современный nima derdi? Zamonaviy stillarda ham san'at asarlari bor. 20-aprel san'at ixlosmandlari uchun unutilmas kun bo'ldi. Artera studio nihoyat eshiklarini ochdi. Artera studiyasidagi ko'rgazmamizda 200 dan ziyod asarlarimiz bilan qatnashmoqdamiz. Har bir rassom, bu yerda 3 ta rassom o'zini yo'nalishiga ega. Men nafaqat rang tasvirda, shu bilan birgalikda sharq miniatyura usulida ham ishlab turaman. Ushbu kechada biz bilan Abduhakim Karimov, Dilmurod Yuldashev va Dilorom Mamedova bo'lishdi. Har biri o'z asarlari bilan alohida kayfiyat olib keldi. Hammasi oddiy, samimiy va iliq bo'ldi. Hamma narsa endi boshlanmoqda. Artera siz bilan birga o'sadi. Bu asarlarimda birinchidan har xil uslubda ishlangan, har xil yillarda ishlangan, lekin men harakat qildimki, shu oxirgi 3 yilda ishlagan asarlarimdan qatnashaman. Nimaga desangiz, men juda ham ko'p safarlarda bo'ldim. Ko'p O'zbekiston bo'yicha tabiatdan manzaralarni ishladim. Eski shahar, qishloq, mahallalarga juda ham ko'p borib ishladim. O'shanga ko'proq shu oxirgi ishlarimdan qatnashdim. Bu asarlarim hali ko'rgazmalarda qo'yilmagan. Bu yangi hamma asarlarimdan qatnashaman. Bilasizmi, endi bu hozir katta bir art maktab ochilayotgani uchun, xudo xolasa bu ko'rgazma avvalo 1 oy bo'ladi. Shu 1 oyning ichida biz hamma yoshlarga, yoshiga qaramaymiz, yosh bolami, yoshi kattami, hammaga master klass o'tkazmoqchimiz. Nimaga desangiz, juda ko'plar qiziqadi, master klass ko'rsatinglar deydi. O'shanga biz eski shahar guruhi bilan birga shu Dilmurod Yuldashev, Abduhakim Karimov va Dilorom Mamedova shu 1 oyning ichida bir 5-6 ta hammaga master klass o'tkazmoqchimiz.